Propan 18% ga arzonladi. Assalomu alaykum aziz muxlis, kanalimizga xush kelibsiz. Videodan to'liq xabardor bo'lish uchun video ostiga like bosib, obuna bo'lishni hamda videoni maksimal darajada tarqatishni unutmang. Raqobat qo'mitasi suyultirilgan gaz mahsuloti realizatsiyasi holati to'g'risida qo'shimcha ma'lumot berdi. Qayd etilishicha, propan narxlarini barqarorlashtirishga qaratilgan choralar natijasida birjada o'rtacha narxlar 9,3 million so'mdan 7,8 million so'mgacha yoki 18% ga pasaydi. 2025-yil noyabr-dekabr oylari va joriy yilning yanvar oyida propanning birja savdolarida boshlang'ich narxlarni asossiz oshirish va hajmlarni sun'iy ravishda birja savdolariga chiqarmaslik maqsadida raqobatga zid bo'lgan muvofiqlashtirilgan harakatlarni amalga oshirish alomatlari yuzasidan 92 import qiluvchi korxonalarga ish qo'zg'atildi. Xususan, Qoraqalpog'iston Respublikasida 5 ta, Andijon 7 ta, Buxoro 3 ta, Farg'ona 13 ta, Namangan 4 ta, Qashqadaryo 5 ta, Samarqand 17 ta, Sirdaryo 4 ta, Toshkent shahri 21 ta, Toshkent viloyati 1 ta, Xorazm viloyatlarida 12 ta xo'jalik yurituvchi subyektlarga nisbatan belgilangan tartibda monopoliyaga qarshi ish qo'zg'atildi. Chakana narxlarni asossiz oshib ketmaslik bo'yicha yoqilg'i quyish shoxobchalarida doimiy monitoring amalga oshirilmoqda.